Assalomu alaykum, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizda tanangiz bor, bo'g'oz yo sigiringiz bor, bo'g'oz ko'p dingillaydi, tepkich. Demak, siz yaxshi ovqatlantirgansiz, uni o'ziga kuchi ziyodlik qiladi-da. Tepkich dingillavich. Uni nima qilish kerak? Oson, oddiy yo'li, dashga ko'proq olib chiqing, ko'p yurgizing dashga, ham tug'ishiga ham oson bo'ladi, qog'onog'i yupqaradi homilador mollarda. Va bitta kanasiga e'tibor bering. Bir xil mollar o'z-o'zidan tepsinib qoladi, bitta kanasi yo bo'lmasa har xil pashshalar chaqishidan. Molingiz oson tug'adi, ko'proq yursa. Tuqqandan keyin ham dashga ko'proq chiqsa ham yaxshi sut beradi. Ham keyingi homilasiga ham yaxshi. Ham yungini yaxshi tashlab suti ko'payadi. Agar siz har kuni dashga olib chiqsangiz, molingiz yosh bo'lsa, yaxshi to'yib keladi va yaxshi sut emizdiradi. Bolasiga ham ro'zg'oringiz ham obod bo'ladi, buzoqchasi ham yaxshi kattaradi. Buzoqcha emgandan keyin onasini ko'plar yugurishiga qo'ymaydi. Yugursin buzoqchangiz. Shunda kamroq ichi o'tadi, hazmiga yordam beradi. Ichida sut yig'ilib qolmaydi, bir joyga bog'lab qo'yadi ko'pchilik. Bu buzoqchani ko'p sut emadi va bir joyda turadi. Bu bo'lmaydi. Eng yaxshisi buzoqcha emgandan keyin ancha yugursin. Agar ipga o'rgata olmayotgan bo'lsangiz, kunduzi bog'lab qo'ying, kechasi qo'yib yuboring. 3-4 kun xuddi shunday takrorlasangiz, o'zi o'rganadi buzoqchani. Agar bozordan mol olyapsiz, iloji boricha tutasi uzun-uzunidan va yelini oqidan olishga harakat qiling. O'shanda keyingi siz o'zingiz sotayotgan paytingizda ham yelinlari oppoq, tutalari uzun, o'zi qora mollar yaxshi ketadi, bozorda xaridorgir bo'ladi. Buzoqchalarni yangidan tuqqandan keyin 2 kun yo 3 kun o'tib bozorga olib chiqmang. Iloji boricha bir haftalar o'tsin. Ham sigirda ishtahasi ochiladi, ham buzoqchalar ancha tetik bo'lib o'ziga kelib oladi va bozorda xaridori ko'p bo'ladi. Yosh yangidan tuqqan buzoqchani olishga qo'rqadi ko'pchilik.